Allohning xohishi. Siz yetmoqchi bo'lgan narsani asli Alloh xohlagan bo'lsa yetasiz. Demak, asli sabab Allohning xohishi. Siz yetmoqchi bo'lgan maqsadga yetishingizni Alloh xohladimi, xohlamadimi? Buni bila olasizmi? Allohning xohishini bila olmaymizda. Demak, birinchi sababni qo'yamizda, ikkinchi sababni qilamiz. Bu tayin qilingan sabab. Biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlar. Tayin qilingan sabab ham ikkiga bo'linadi. Biz qilishimiz kerak bo'lgan ish ikki xil bo'ladi. Birinchisi, insonni aqli qabul qiladigan sabablar, insonni aqli qabul qilmaydigan sabablar. Xo'p, keng mo'l-ko'lchilikda yashamoqchisiz. Muhtoj bo'lmay, badavlat bo'lib, mo'l-ko'l hayot kechirmoqchisiz. Nima qilish kerak? Aqlimiz oladigan ishlarni aytinglar. Ishlash kerak. Isrof qilmaslik kerak. Tejamkor bo'lish kerak. Ishlash kerak, ishlash kerak, ishlash kerak. Bu birinchisi, hammani aqli oladigan sabab. Buni musulmon ham, kofir ham qilyapti. Bu aqlga tayin narsa. Demak, biz qiladigan sababning birinchisi aqlimiz oladigan sabablar. Buni hamma qiladi. Rizq Allohdan ekanligiga iymonimiz bor. O'sha rizq kelish uchun mehnatni qilishimiz kerakligini iymonimiz bor. Xo'p, yaxshi. Biz qilishimiz kerak bo'lgan sabablar ikki xil. Asli sabab, tayin qilingan sabab. Asli sabab Allohning xohishi. Bizni boy bo'lishimizni Alloh xohladimi, xohlamadimi, uni bilmaymiz. Buni qo'yamiz. Tayin qilingan sabab qoldi. Tayin qilingan sabab ham ikkiga bo'linadi. Bizi aqlimiz oladigan va aqlimiz olmaydigan. Aqlimiz oladigan ishlarni aytdik. Ishlash kerak, ishlash kerak va ishlash kerak. Endi aqlimiz olmaydigan joyi qaysi desa, yaxshi yashash uchun, bekamni ko'z serobchilikda, kengchilikda yashash uchun taqvodor bo'lish kerak. Desa, bu tijoratga, rizqqa nima aloqasi bor taqvodor bo'lishni degan fikr keladi. Farzlarni mahkam ushla, sunnatga amal qil, infoq ihson qil, sela rahim qil desa, tijoratga nima aloqasi bor bu ishlarni deydi odamlar. Asosiy muammo shu yerda. Ya'ni biz aytgan hozirgi sabablarni hammasida zo'rmiz. Mana shu joyigacha. Rizq Allohdan, mehnat qilishimiz kerak. Mehnatimiz, sababimiz ikki xil. Aqlimiz yetadigan, aqlimiz yetmaydigan. Aqlimiz yetadiganini qilyapmiz. Taqvodor bo'lish kerak. Inson xotirjam, osoyishta yashamoqchi bo'lsa, desa, buni nima